Shabnam roli bilan mashhur Gulchehra Eshonqulova haqida ijtimoiy tarmoqlarda yomon xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar qanchalik haqiqatga yaqinligini bugun ochiqlaymiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosishni ham unutmang. Farruh Soipovning qiyofadoshiga turmushga chiqqan va AQShga ko'chib ketgan Gulchehra Eshonqulova bugun 45 yoshda. Shabnam, Panoh, Fotima va Zuhra, Janob hech kim, Rashk filmlarida, Mehmonxona serialida rollarni ijro etib, o'zbek kino olamida o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan, ammo ijodining eng cho'qqisida san'atni tark etgan aktrisa Gulchehra Eshonqulova 20-iyun sanasida 45 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Tojikistonda tug'ilgan o'zbek aktrisasi Gulchehra Eshonqulova 1981-yil 20-iyunda Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan. Oilada to'ng'ich farzand bo'lib, bitta singlisi va ukasi bor. Gulchehraning yoshligi Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida o'tgan. U yoshligida boshlovchi bo'lishga qiziqqan. Shu sababli o'rta maktabni tugatgandan so'ng shu sohada o'qish uchun Toshkent shahriga kelib, san'at institutiga o'qishga topshirgan. Ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra imtihonlar tugamasdan uyga qaytishga majbur bo'lgan. Gulchehra keyingi yil xuddi shu oliygohning aktyorlik yo'nalishiga o'qishga kirib, muvaffaqiyatli tamomlagan. Mashhurlikka olib chiqqan Fotima va Zuhra. Gulchehra Eshonqulova filmlardagi faoliyatini 2005-yilda Bahrom Yoqubov tomonidan suratga olingan Fotima va Zuhra filmida Fotima rolini o'ynash orqali boshlagan. Aynan shu rol Gulchehraga katta mashhurlik keltirgan va xalqqa tanitgan. 2007-yilda esa Panoh filmida suratga tushgan. Filmlardagi rollari: Gulchehra 2008-yilda Armon, Feride, Shabnam, 2009-yilda esa Janob hech kim, Ada emas dada, So'nggi lahza va Keragimsan filmlarida turli rollarni ijro etgan. 2010-yil 2014-yillar oralig'ida esa Qabrdan qaytgan umr, Qasos va Faryod 2, Merosxo'r filmlarida rol o'ynagan. Gulchehra Eshonqulova filmlarda ko'pincha og'ir bosiq, sokin qizlarning obrazini gavdalantiradi. Ammo aktrisa bir necha yillar avval bergan intervyusida hayotda sho'x shaddod ekani haqida gapirgan. Roldagi qizni sevib qolishim kerak. Bir rejissyor menga nega filmlarda asosan yig'lab siqiladigan g'amgin rollarni ijro etasiz? Hayotda unday qiz emassiz-ku degan. Haqiqatdan ham hayotda irodasi kuchli qizman. Har narsani ko'ngliga yaqin olmayman. Qattiq qo'l opaman. Negadir odamlarga ta'sir o'tkazish uchunmi, shunday rollar yuragimga yoqqanmi uchunmi, g'amgin rollarni ko'p o'ynayman. Rolda yashab ijro etishni his etaman, rozilik beraman. O'sha qiz obrazni sevib qololmasam, ming pul yoki mashhurlik uchun ham uni ijro eta olmayman degan edi u. Aktrisa O'zbek telefilm kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Mehmonxona serialida ham suratga tushgan. Serial 2015-yilda Yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Mehmonxonalarda chet ellik mehmonlar ko'p bo'lganligi uchun serialning yarmi ingliz tilida olingan. Buning uchun aktyorlar, jumladan Gulchehra Eshonqulova ham ingliz tilini o'rganishiga to'g'ri kelgan. Nikoh bilan bog'langan sevgi tarixi. Gulchehra Eshonqulova 33 yoshda ko'ngliga mos juftini uchratgan. U turmush o'rtog'i Sharof Sharapov bilan 2014-yil 6-yanvar kuni Yagonaning Kelib klipi premyerasida ilk marta tanishgan. Gulchehra Yagonaning eng yaqin dugonasi, Sharof esa Yagonaning Kelib klipida bosh rolni ijro etgan. Shu tariqa Gulchehra va Sharof bir-biriga ko'ngil qo'yib, 2015-yilning 30-may sanasida shar'iy va qonuniy nikohdan o'tganini ma'lum qilgan. Sharof Sharapov Gulchehradan 13 yoshga kichik bo'lsa-da, bu yosh farqi ularning sevgisiga to'sqinlik qilolmagan. Sartarosh yigitning shou-biznesga kirib kelishi. Sharof Sharapov 1992-yilda Samarqandda tug'ilgan. Erkaklar va ayollar stilist sartaroshi. Samarqanddagi arxitektura institutida tahsil olgan. Shou-biznesga kirib kelishi mashhurlar, san'atkorlar Samarqandga borganda ularning sochlarini turmaklashi bilan boshlangan. Sardor Rahimxon va Zarina Nizomitdinovalarning stili ustida ishlagan. Sardor Rahimxon Yagona va G'ulomjon Yoqubovning kliplarida rol ijro etgan. Uni ko'pchilik muxlislar aktyor Farruh Soipovga ham o'xshatadi. Birinchi marotaba salonimda bo'lgan Sardor Rahimxon o'z klipiga taklif etgan. Tanhoginam qo'shig'iga ishlayotgan klipda bosh rolni aslida men talqin qilishim kerak edi, ammo suratga olish ishlari juda ham uzoq vaqt bo'lganligi va Samarqandda ishlarim ko'p bo'lgani bois shuncha payt Toshkentda bo'la olmaganman degan u.
Turk filmlarida suratga tushishni emas, oilaviy baxt so'radim. Juftlik turmush qurgach Turkiyaga ko'chib ketgan. O'sha yerda Gulchehra Eshonqulova Istanbul universitetining til markazida tamomlagan. U turmushga chiqqach, san'at sohasidan uzoqlashgan. Hayotim nima sababdan tubdan o'zgarib ketgani va karyeramdan nima sababdan voz kechganimga sabablarim ko'p. Allohim menga sinovni tanlash orqali berdi. Nimaiki bo'lsa, hammasi insonning niyatiga qarab bo'lar ekan. Bunga hayotimda 5-6 yil ichidagi bo'lgan tubdan o'zgarishlar isbot bo'ldi. 2014-yil Turkiyada 45 davlat qatnashgan qurultoyda ishtirok etishimdan maqsad O'zbekiston nomidan aktrisa sifatida teatrdagi, kinodagi tajribam bilan o'zbek aktrisalari ham kuchli mahoratga ega ekanligini ko'rsatish edi. Maqsadimga erishdim. Juda yaxshi taassurotlar bilan ularning mehrini qozondim va shu sabab menda Turkiyada ijodimni davom ettirish orzusi paydo bo'ldi va buni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Bu mening dilimga bog'lab qo'ygan niyatim edi. O'zbekistonga qaytishdan oldin niyat qilgan Istanbulning Sulton Ahmad masjidini ziyorat qildim. Dunyodan millionlab odamlar ziyorat qilish bilan birga qo'llarini ochib Alloh dargohida duo qiladilar. Shu qatorda men ham qo'llarimni ochib duo qildim, baxt so'radim. Dilimdagi orzumni emas, oilaviy baxtni so'radim. 2015-yili dilimdagi orzum o'qishga kirish edi. O'sha yilda Istanbul universitetining radio, TV va kino fakultetining aspiranturasiga o'qishga kirdim va shu bilan birga o'sha yili turmush o'rtog'imni uchratdim, deydi aktrisa. Turkiyada bir muddat yashagan juftlik o'sha yerda o'g'il farzandli bo'lgan va unga Amirbek deb ism qo'yishgan. Shundan so'ng ular Toshkentga qaytib kelishgan. 13 yosh kichkinaga tegdingiz deyavermang. Gulchehra Eshonqulova shuningdek turmush o'rtog'i bilan oralaridagi yoshni muhokama qilganlarga ham murojaat qilgan. Bu taqdir, shuning uchun menga har xil izohlarni yozmanglar. 13 yosh kichkinaga tegdingiz demanglar. Biz 2 farzandning ota-onasi bo'ldik, baxtli yashayapmiz. Bu narsani ha deb yozaverishdan charchamadinglarmi? Charchamagan bo'lsangiz yozaveringlar. Biz uchun bu kulgili, degan aktrisa negativ izoh yozuvchilarga qarata. Gulchehra Eshonqulova ijodining eng gullayotgan davrida ko'chib ketish sababi nima edi? Amerikaga ketish xayolimizda ham bo'lmagan. Turkiyaga ketib, O'zbekistonga borganimizda o'g'limiz Amirbek tinimsiz kasal bo'la boshladi. Bilmadim, balki bunga uning dengizli o'lkada tug'ilishi sabab bo'lgandir. O'zbekistonda 6 oy turgan bo'lsak, o'g'limning kasaldan boshi chiqmadi. Dorixonadan paket dori tashirdik, lekin shamollashi ketmasdi. Xullas, qaynotam Amerikada bo'lgani uchun biz ham shu yerga keldik. Kelgan kunimiz yomg'irli havo edi. O'sha kunning o'zidayoq o'g'limizning burun oqishlari to'xtadi, deydi Gulchehra Eshonqulova. Aktrisa undan ham avval AQShga ketish uchun hujjatlari tayyor bo'lgani, ammo ma'lum sabablarga ko'ra bora olmagani haqida shunday deydi. Men ishlab o'qib yurganimda 3 marta Amerika vizasini olganman. Birinchi marta Amerikada aylanib ketish istagi viza olganman, lekin syomkalarim tufayli kela olmaganman. Ikkinchi marta yana viza olib, yana bora olmadim. Uchinchi marta viza ham, samolyot chiptasini ham sotib oldim. Shunda otdan yiqilib 10 kun yotib qoldim. Alloh borishimni xohlamagan. O'shanda palatada yotib Amerikada tabiiy ofat bo'lgani, reyslar bekor qilingani haqidagi xabarlarni ko'rganman. Alloh meni tabiiy ofatdan himoya qilib, meni otdan yiqitib qo'yganini anglaganman, deydi aktrisa AQShga ko'chib ketish sababi haqida. Amerikadagi musulmonlar ayollarga boshqacha hurmat ko'rsatar ekan. Aktrisa Amerikaga ko'chib borgach, imijini ham o'zgartirgan. U ro'mol o'rashi amerikalik dindoshlari tomonidan hurmat qilinishi haqida to'lqinlanib gapirib bergan. Amerikada turkiyaliklar ochgan ko'plab restoranlar bor. Ovqat buyurma qilib ham olib ketish uchun kutib turgandim. Navbatini kutayotganlar soni juda ko'p edi. Lekin menejer aynan mening oldimga kelib, nima buyurtma qilmoqchiligimni so'radi. Taomnomani ham olib keldi. Tanladim, ovqatimni juda tez tayyorlab berishdi. Pulini bu joydan to'laysiz deb juda yaxshi muomala qildi. Bilmadim, navbat kutayotgan orasida faqat men o'rangan ayol bo'lganim uchunmi, bu muslima ayol erkaklar ichida turmasin deb boshqacha xizmat ko'rsatgan bo'lsa kerak. Xursand bo'lib ketganman. Amerikadagi musulmonlar uchun kiyimning ta'siri shunda bilganman, deydi Gulchehra Eshonqulova. Juftlik 2018-yilda Nyu-Yorkda qiz farzandli bo'lgan. Aktrisa qizi Sumayani 37 yoshida dunyoga keltirgan. Hozirda Sharof Amerikada o'z hunari bo'yicha sartaroshlik qiladi. Gulchehra Eshonqulova esa farzandlar tarbiyasi bilan band. Demak, ularning oilasida hammasi juda ajoyib va chiroyli. Sizga shou biznes ma'lumotlari qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.